2025-yilda dekabr oyida o'zi bilan ko'rishib, gaplashib, oldin amin bo'laman, videoda ko'rgan odamim sizmidingiz deb kelib gaplashaman deydiganlarga Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar do'stlar temir yo'l vokzalining yonidagi Главный ofis, ya'ni Centrum Holides'ga yetib kelganmiz. Inshaalloh siz ham shu manzilga kelsiz, shu akamiz bilan ko'rishasiz. Xo'p, Lo'bi akamiz bilan hozir sizga to'liq ma'lumot beramiz. Dekabr oyiga qanaqa paket bo'lyapti, narxi necha pul bo'lyapti, shart-sharoit qanaqa bo'lyapti? Undan tashqari do'stlar, nima uchun $750, $800lik paketlar bor, nima uchun $1000 oshiq $1000lik paketlar bor? Buni ham sizga ochig'ini aytib ketamiz. Xudo xolasa videoni uzoq cho'zmaymiz, kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh manfaatli video bo'ladi. Like bosish esdan chiqmasa, kanalga obuna bo'lib tursalaring, qiziq ma'lumotlar, yangi do'stlar narx-navolar haqida tanishib borasizlar. Xo'p, Lo'bi aka, birinchi bo'lib aka, Centrum Holides'da paketlardan boshlasak. Bu umra ziyoratiga ketayotgan hoji akalar, hoji onalar qanaqa sharoitda, qanaqa paketda xudo xolasa hozir ketishyapti? Xo'p, asosiy ketayotgan paketlarimiz deyarli 80-90% standart paket bo'lyapti. Standart paketlarimiz endi nimalar kiritiladi? Bizda birinchi bo'lib faqat bordi keldi biletlar olinadi. Bizda faqat bordi keldi biletlar olinib ishlanadi. Xo'p, Madina Munavvarada, Makka Mukarramada oldindan gostinitsalar olib qo'yilgan, joylashtirilgan bo'ladi. Erta Madina Munavvarada 300 metr oraliqda mehmonxona bo'ladi. Andalus mehmonxonasi, erta 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr joylashgan mehmonxona, Rozgarden mehmonxonasi. Piyoda kirib chiqaman sizlar 10 daqiqalik, avtobusda 5 daqiqalik yo'l bo'ladi. Xo'p, keyin yana ko'pchilik so'rashadi, o'sha siz aytganingizdek telefonda ham ko'pchilik so'rashayotgan ekan, operatorlarimiz o'shangan savol javob qilib ketinglar deyishdi. $600lik chiqyapti, $700 chiqyapti paketlar. Telefon qilsangiz nimaga sizda $1000, $1050 sizlar paketlaring? Nima farqi bor undan deb so'rashyapti. Xo'p, birinchi farqi aytaymi, nimaga unga telefon qilmasdan bizga telefon qilib, aynan biz paketdan ketaman deyapsizlar. Chunki ularga ishonch yo'q, ishonmayapsizlar o'zlaringlar. Xo'p, bordi keldi biletni o'zi $600 bo'lib turgan bo'lsa, vizamiz $110 dan $150 bo'lgan bo'lsa, o'z-o'zidan $750. Yerda 14 kunlik yana oziq-ovqatingiz, mehmonxona xizmatlaringiz, transport xizmatlaringiz, malakali yillik boshqa xizmatlari, yerda shart-sharoitlari, ziyoratlari, qo'shimcha sayohatlari nimani hisobidan bo'ladi? O'shani bir hisoblab ko'rsalar ham bo'laveradi. Masalan, ko'pchilik ketayotgan foiz 70-80% yosh kattalar ketyapti. Ota-onamizni, yoki bola chaqamizni, ahli ayollarimizni olib ketyapmiz. Ertaga borishdan maqsadimiz hammamizni ibodat qilish maqsadimiz. Yo sayohat qilgani bas. Biz sayohatga borishda qiynalib qolsak, qiynalib qoldik degan narsa bo'lmaydi. Erta atila borganga yarasha 5 mahal namozimizni, ibodatlarimizni hammasini joy-joyiga qo'yib, o'qib kelish maqsad bo'ladi. Nimaga siz erta uzoq mehmonxona ekonom paketga boradigan bo'lsa, ekonom paket ham bor, lekin mehmonxonalar uzoq, bir mahal haramga borib kelib, qolganini o'sha mehmonxonamiz gostinitsasi, namozxonasi namozlarini o'qib, mehmonxonada dam olib, ya'ni ketmayapsizlar. Birinchi ochiribda erta ibodat qilgani ketyapmiz. O'shaning uchun men sizlarga tavsiya qiladigan paketim standart paket bo'ladi. Standart paket, komfort paket. Endi puliga qarab, chiroyli tanlab ketishlari mumkin. Iloji boricha ekonom paket $700-600 deyotganlarga aldanib qolmanglar, chunki har bitta firma reklama qilayotganda litsenziyasini so'raylar. Bizda mana litsenziyamiz bor, Centrum Holidays bo'ladi. Har bitta Telegramdan yozsalaring, Centrum Holidays litsenziyani tashlab beramiz, tanishib chiqishlari mumkin. Keyin joyda bron qilayotganlaringda ham pasportlaringga har bitta odam bilan shartnoma tuziladi. Shartnomaning dogovor bo'ladi. Dogovor asosida bank orqali, shot orqali yoki karta orqali pul o'tkazganlaringda ham Centrum Holidaysdan umra ziyorati ketayotganingizni chek chiqarib beramiz. Bu ham sizlarga plus tarafi o'shani. Xo'p, Lo'bi aka, shu o'rtada aytib o'tib ketaylik, narx-navo hozir qanaqa aka? Xo'p, narx-navolarimiz 6 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Farg'ona, Andijon, Namangan narxlarimiz bir aytib o'tib ketaman. $1000 dan standart paket 15-gacha, 15-dan keyin $1050 20-gacha, 20-dan $1100 bo'ladi. Standart paket bordi keldi biletlar bilan ham Madina yo'nalish bo'yicha, ham jiddiy yo'nalish bo'yicha. Xo'p, Toshkentdan bo'lsa shu mana shu 1-2 kun ichiga $950, 15-gacha $1000 dan, keyin 15-dan yuqorilari $1050 dan bo'ladi. Toshkent narxlari, u ham Primoy Madina, ham Primoy jiddiy yo'nalish bo'yicha uchadi. Xo'p, Samarqanddan bo'lsa $1050 dan oyda oxirlariga $1100 dan chiqyapti. Samarqand Termizimizni narxlari hozirgi kunda shunday chiqyapti. Xo'p, aka borilgandan keyin doktor xizmati, avtobus, aravacha, yeb ichish qanaqa ovqatlar bo'ladi, bularni aytib ketsangiz. Xo'p, bizda har bitta jo'natgan hojilarimizni o'zi sug'urtalab beramiz. Nimaga desa, kasallik bo'lsa, bemorchilik bo'lsa,
har ehtimolga qarshi har bitta odam ketayotganda vizalarini sug'urtali viza qilib olinadi. Undan tashqari birinchi yordam ko'rsatgan har bitta mehmonxonamizda hamshira xizmatlari, doktor xizmatlari bor. Birinchi yordam ko'rsatgani mini apteka ham qilib berilgan. Damleni o'lchash, boshqa narsalar. Undan tashqari yosh katta odamlarga aravachalar tashkillashtirib bergan, bemalol aravachadan olib foydalanishlari mumkin. Keyin Haram hududiga 24 soat avtobus xizmatlari qo'yib bergan. Kamida 3 tadan 4 tadan avtobus bo'ladi. Har 5 minutda orada qatnab turadi. Bemalol ibodat qilib kelishlaringga yaxshi sharoit qilib bergan, Xudo xolasa. Xo'p aka, keyin 50 yoshlarni ham ko'pchilik so'raydi. Tajribalimi, necha yil tajribaga ega, bularni ham bir qator bitta aytib o'tib ketsa yaxshi bo'lar. Xo'p, 50 yoshlarimiz kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega, malakali 50 yoshlarimiz bo'ladi. Undan tashqari har bitta reysimizda deyarli 90% reysimizda 50 yoshli billa borib, billa kelyapti. Nimaga? 50 yosh o'sha ketayotgan odamlarimiz uchun manfaatli bo'lsin, ko'makchi bo'lsin deb. Undan tashqari 2 kun oldin yig'ilish majlisi bo'ladi. Majlisga kelib qatnashishlaring ham mumkin bemalol. Xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa aka, xudo xolasa hamma ma'lumotni mana qo'ldan kelgancha aytilyapti. Endi kelib o'zingiz bilan gaplashaman deydiganlarga aka manzilni bitta tushuntirib bersangiz, joyda qanaqa brond qilinadi, buni ham bir qator aytib o'tsangiz. Xo'p, biz hozir o'tirgan manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri, Mustaqillik ko'chasi 692-uyda, ya'ni temir yo'l vokzalining oldida stansiyada joylashgan ofisda o'tiribmiz. Xo'p, joylar qanaqa bron qilishga kelgan bo'lsangiz, mana shu ko'zlarga ko'rinib turgan nomerlarda WhatsApp, Telegramlari bor. Zagram pasportlarini rasmga olib tashab, o'zlariga ma'qul kelgan sanani tanlasalaring, o'sha bo'yicha dogovorni shartnoma qilib tashab berishadi. Shartnoma asosida bo'yicha bank orqali yoki shot orqali to'liq summani to'lashlaring mumkin. O'sha aytib o'tganimdek, bankdan yoki shot orqali o'tkazayotganlaringda ham Centrum Holdesdan umra ziyorat ketishini chek chiqarib beradi. Yoki ofisga kelaman desalaring, ofisimizda kassasi bor. Kassasiga bemalol to'lov qilib, o'zlaring uchun cheklaringni olib ketishlaringdan mumkin bemalol. Gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, manfaatli video bo'ldi degan umiddamiz. Mana shunaqa qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun, nahnamolar bilan tanishib turish uchun do'stlar shu kanalga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'ysangiz, xursand bo'lgan bo'lamiz. Xudo xolasa do'stlar, biz sizga yangi ma'lumotlarni ulashib turamiz. Aytib o'tganlaridek do'stlar, Centrum Holdes'ning glavniy ofisidan glavniy nahnamolar, shart-sharoitlarni ulashgan bo'ldik. Inshaalloh hammamizga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'ling.